Labay gulim go'zalligim. Judayam sog'indim o'zim sizni. Bo'pti, nima yegiz kelyapti? Aha. Bo'pti, optim. Yapıyorsunuz ya. Sizlarla gaplash harom deb eding patpirlafga aytdilar. Jinnilar onamidi? Jo'rajon, endi qutulolmaysan. Onang bilan gaplashmaysan-ku. Biz aqlli qilasan, mana bachalar hamma ko'rdi, video syomka mo'llik. Qanday gaplashadi ona bilan? Sen qanday gaplashasan? Ona bizni 9 oy qorinda ko'tarib azob yeb katta qiladi-yu. Biz xuddi o'zimiz katta bo'lib qolgandek onaga shirin so'zlarni aytish o'rniga baqiramiz. Qachon oxirgi marta onangni yaxshi ko'raman deb aytding? Qachon onangni oxirgi marta o'pib berkilading? Hozir bitta muammo bilan telefon qilgan atrofingdagilarga. Aynagan suvda isparina bo'lib ketadi. Qoladigan esa faqat onang bo'ladi. Tafakkur qilinglar, balla.